Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Hammalarga xush kelibsizlar. Navbatdagi bugungi tadbirkorlar uchrashuvimizni boshlaymiz. Sizlarda bank bilan bog'liq bo'lgan qanaqa masalamizni yozib qo'yishdi. Bir boshdan qator gaplashsak, o'zimiz vakolat doiramizda ya'ni o'zimiz agar bizga bog'liq bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha tegishli tashkilotlarga gaplashmoqda yordam beramiz. Ruxsat bersalar, men boshqalar o'tirib olsam, opalardan boshlasak, o'sha maqsad muvofiq bo'ladi. Xo'p, opa siz bilan gaplashsak bo'laveradimi? Masalasi nima? Familiyangiz kim? Yo'ldasheva Zohida. Kim? Yo'ldasheva Zohida. Yo'ldasheva Zohidaxon bo'ldi birinchi tutgan bo'lsa. Qaysi mufaydansiz opa? Qaraqushchi. Qaraqushchi mufaydan. Qo'shtepa tuman Qaraqushchi mahalla fuqaroyim. Bo'ldi Zohida opa nima masala? Go'zallik saloni ochildi. Endi narsalarimiz ham oz, ham kichkina, endi eski. O'shalarimizni yangilab, kengaytirib, endi kosmetologiyani ham qo'shsak, uni ichiga endi jihozlar ham yangilab bo'lish kerak. Odam kosmetologiya bilan shug'ullanadigan o'sha sohasini odamni olishimiz kerak. Endi o'shanga jicha mablag' kerak, shuning uchun Kredit masalasi. kredit. Yakka tadbirkorligingiz bormi? Bir yildan beri ishlayaptimi? 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri ishlayaptim. Necha kredit so'rayapsiz? 100 million. 100 million. Yarovli kreditmi, yarovsiz kredit kerak? Yarovsiz. Bunaqa hujjat berganmisizlar bizga? Hujjat berganmisizlar? Berishganmisizlar? Qaysi yo'nalishda? 112danmi? 112 sonli qaror bo'yicha. Nima bo'lyapti bular? Oldingi oyda kredit olib yopishgan. Endi 100 millionga hujjatlar topshirishgan. Androiddan ijobiy xulosa oldik. Ha. 2 kunda chiqardik. Bo'ldi, Zohida bora bo'ldi, tushundim men. Demak, siz 112 qaror bo'yicha oldin oilaviy tadbirkorlik bo'yicha bizdan kredit olganmisiz? Bo'ldi, bo'lmasa hozir mana prezidentimizni, hurmatli prezidentimizni demak farmonlari, vazirlar mahkamasi qarorlariga binoan men oldin oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirib imtiyozli kredit olib, demak, nima deydi? Tegishli tartibda maqsadli ishlatib foydalangan va o'z vaqtida qaytargan kredit tarifi yaxshi bo'lgan tadbirkorlar ro'yxati berilgan. Ular endi 30 milliondan ikkinchi etap, ya'ni 50 million, 100 milliongacha bo'lgan kredit olish imkoniyatini yaratib beryapti. Buning uchun hurmatli prezidentimizga rahmat aytish sababi 100 million ham juda katta summa hisoblanadi bugungi kunda. Bizga o'tgan bo'lsa mana ukamiz mahalla bankiri Elyorjon shug'ullanishibdi. Andiraylardan demak ijobiy tarixga ega ruxsati bo'pti. Xo'p, faqat bitta masala opa, buni kredit shartlari bilan tanishgansiz. Dastlabki monitoring o'tkazganda bular kartalaringizni olgan, demak kredit berishga loyiq deb topilgan. Faqat bitta masala 312 sonli prezidentimiz qaror paket 312 bo'yicha demak siz 100 million so'mgacha imtiyozli kredit olishingiz mumkin. 2 yil imtiyozli davri bor. 5 yil muddatga berilyaptimi? Demak, asosiy vosita sotib olgani va qisman yana nimadir zarur bo'lsa, aksessuarlaringiz buni chekib ketaveradi. Pul o'tkazish yo'li bilan beriladi. Buni grafiklari bilan agar bir qator yana batafsilroq odamlarga tushuntirib berishadi, oylik to'lovlari. Misol uchun siz demak 1 million so'mga ishlasangiz, siz aytgan go'zallik saloni 10 ta mijoz qabul qilib, unga xizmat ko'rsatib, demak, dam xarajat daromad 1 million xizmat ko'rsatsangiz, bir oylik biz to'lovimiz misol uchun 1,5 million bo'lsa, o'rtachasi 2,5 million so'mlik xizmat ko'rsatsangiz, shunda foyda bo'ladi. To'g'rimi? Endi tadbirkor bo'lsa buni juda yaxshi bilasiz. Tak, buni demak bergan bo'lsangiz, xudo xolasa, ikkita etapi bor. Demak, bundan keyingi tamroqqa tashlanadi. Hujjatlaringiz to'liq bo'lgandan keyin 3 kun muddatda kredit chiqarib beramiz. Yana bir qator tushunmagan joylarni batafsilroq tanishtirib berishadi. Bo'ldi, muammo yo'q, 112 bo'yicha masala yo'q. Bo'ldi, xudo xolasa to'liq hujjatlaringiz bitgandan keyin 3 kun muddatda kredit chiqarib berishni ta'minlaymiz.